Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugun 2019 7-oyning 9-kuni seshanba. Men riyosatchi do'stlar Muhammad Izzat. Amerika Diniy erkinlik komitetining 2 a'zosi hukumatni Çinchuangoni jazolashga chaqirdi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniy va milliy huquqlarini og'ir darajada dafsanda qilayotgan Çinchuango qatorliq amaldorlarni jazolash haqidagi talablar kun sayin kuchaymoqda. Amerika Davlat Majlisi qarashliq Xalqaro diniy e'tiqod erkinlik komitetining a'zolaridan Tenzin Dorji va Gary Power Amerikadagi Davlat Majlisi tor jurnalida maqola e'lon qilib, Amerika hukumatini darhol Sharq Turkistondagi Kommunistik partiyasi sekretari Çinchuangoni Magnitskiy qonun orqali jazolashga chaqirgan. Maqolada Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmga qarshi Amerika Trump hukumatine oid ochiq bir pozitsiya bildirgan bo'lsa-mu, lekin iqtisod va bexatarlik omillarni ko'z tutib, Xitoyga qarshi keskin bir tadbir olmayotganligini, ammo diniy erkinlik va kishilik huquqni muhim o'rin qo'yayotgan Amerika hukumati uchun buning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini eskartib, Trump hukumati hech bo'lmaganda Sharq Turkistondagi musulmonlarning, shundaqla Tibetdagi mezgilida Tibetlarning diniy huquqlarini og'ir darajada dafsanda qilishda bosh rol o'ynagan Çinchuangoni Magnitskiy qonun orqali jazolashi va bu orqali Amerikaning zulmga sukut qilmaydiganligidan signal berish kerakligini bildirib, Sharq Turkistonda navbatda davom qilayotgan og'ir zulmga yantayoq bo'layotgan Xitoy hukumat amaldorlarini jazolash Amerikaning axloqiy burchi ekanligi eskartilgan. Amerikaning 2020-yillik istixborot xizmatlarini amaliylashtirish haqidagi qonun loyihasida Uyg'urlarga munosabatli moddalar o'rin oldi. Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika Avam Palatasining a'zosi va shundaqla Avam Palata istixborot komitetining boshlig'i Adam Shef tomonidan tanishtirilgan 2020-yillik istixborot xizmatlarini amaliylashtirish haqidagi qonun loyihasida Uyg'urlarga munosabatli moddalar o'rin olgan. Amerika Davlat Majlisining to'rbetiga qo'yilgan mazkur qonun loyihasida ma'lum bo'lishicha, mazkur qonunning 5-bob 2-moddasi Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi musulmon millatlar qilayotgan besimi haqida doklad deb atalgan. Onunda mazkur qonun kuchga ega bo'lgandan tortib 150 kungacha bo'lgan aralıqda Amerika Davlatlik istixborot idorasining Avam Palata istixborot komitetidan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan besim siyosatlari ustida maxsus doklad bilan ta'minlash kerakligi ta'kidlangan. Qonun loyihasida aytilishicha, komitetga yo'llangan dokladda Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan atalmış qayta tarbiya lagerlarida tutib turilayotgan kishilarning soni, lagerlarning sharoitlari, bu lagerlarda yuz berayotgan qiyin qistoq, dindin majburiy tandirish, shuningdek boshqa nachar muomala haqidagi tafsiliy ushurlar, lagerlarning aniq jo'grafiyalik o'rni, lagerlarda atalmış qayta tarbiya uchun qo'llanayotgan metodlar va lagerlarda majburiy emgak yo'li qo'yilayotganligi haqidagi dalil isbot qatorliqlar ma'lum qilinishi kerakligi, Xitoy hukumatining chet ellik ziyoratchilarning lagerlarni tekshirishiga cheklama qo'yayotganligiga doir ma'lumotlarni, Sharq Turkiston miqyosida yo'l qo'yilayotgan yuqori texnikalik nazorat va taqib sistemalari, kontrol mexanizmlariga oid mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu qonun loyihasining tunishtiruvchisi bo'lgan Adam Shef Amerika Avam Palatasining a'zosi va shundaqla Avam Palatasi istixborot komitetining raisi. U texnik yaqinda San Fransisko hadislar gazetida maqola e'lon qilib, Trump hukumatining yer shari Magnitskiy qonunini ishga solib, Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishga javobgarligi bor Xitoy amaldorlariga jazo tadbirlarini yurgizish kerakligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu Amerika Davlat Majlisidagi Uyg'urlarga munosabatli 3-qonun bo'lib hisoblanadi ekan. Musulmonlarning Xitoyga qarshi o'rtaq boyquti Xitoyni lagerlarni taqashga majburlaydi. Amerikadagi tunilgan obzorchi va tadqiqotchi Sijverliman dunyodagi barliq musulmonlarni Uyg'urlar uchun harakatga o'tishga chaqirib, 4-yil kuni ekstra xabarlar nomli to'rbetda maqola e'lon qilib, vazifaning hamda dunyo musulmon xalqining zimmasiga tushganligini eskartgan. Sijverlimanning qarashicha, dunyo nufusining 25%ni tashkil qiladigan va nufusi 1 milliard 600 milliondan oshirgan musulmon xalqi agar birlikda Xitoyni iqtisodiy va madaniyat jihatdan boyqut qilsa, cho'qim natija chiqadiganligi, buningga dunyodagi musulmonlarning Isroilga qarshi Falastinni tinchlik yo'llari bilan qo'llash harakatining yaxshi bir ulgi bo'la oladiganligi, buning uchun dunyodagi barliq musulmonlarning Xitoy iqtisodida zo'r ta'sir kuchi bo'lgan Huawei, Oppo va Vivo qatorliq shirkatlarining mahsulotlari va Lenovo qatorliq havo yo'llariga qarata boyqut qilishi kerakligini bildirgan.
Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi musulmonlarni ezishiga sherik bo'layotgan Volkswagen, Crafet, Heinz, Adidas qatorliq chet el markalarining o'xshashla boyqut qilinishi kerakligini eskartgan. O sözüdə Xitay iqtisadi davolanish ishi turayotgan va Amerika hukumati Xitoyga qarshi bir qism iqtisodiy jazo tadbirlarini yo'l qo'yayotgan bir paytda 1,5 milliarddan ortiq kishining o'rtaq harakatining cho'qim Xitoy hukumatini Uyg'ur musulmonlar qaratgan muomalasini o'zgartirishga, jumladan yig'ib olish lagerlarini taqashga majburlaydiganligini bayon qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.